Ha? Yaxshi yigit, yordam kerak emasmi? Tur qori yo'lingdan qolma. Gap ochga boshqa bahona topa olmangmi? Shu qizlarim jonga tegdi, buni mashinam jonga tegdi. Mashinangizga nima qilgan o'zi? Yangi svicha olib tiqish kerak. Svichani qayerga tiqadi? Svichani qayerga tiqish bilmaykansiz, nima qilasiz gap otib? Tiyinmasang tushunma. Yaxshi yigit, yordam kerak emasmi? Moya oqib ketdimi deyman. Toza jonimga tegdilar-ku, qizlar, men tinch qo'yinglar. U sizlar tinch qo'yishlaring uchun mana gelik sotib Zaporoj olganman. Gap gelikda emas, mana chiroyli ekan. Ketinglar, tinch qo'yinglar. Men ketinglar, bo'ldi, xunuk bo'ldim. Boringlar. Vau, yarashganingni. Mashinangizga nima bo'lgan o'zi? Bala bo'lgan. O'zi maqsadlaring bir mashina o'xshatib emas, gap otishdi. Shunday to'xtab o'tir, keyin telefon nomerini olasan, keyin boshqa qilasan, uyingga chaqirasan, qo'lingdan ushlasan maylimi desa, keyin belingdan ushlaysan, hech bir raqamaydi-ku deb turib. Shunday ketsalar ketaveringlar. Kesh bolam hech qachon ko'chada qolmaydi. Yangisini qo'yaman, haydab ketaveraman. Yaxshi yigit, yordam kerak emasmi? Qizlar, bitta narsani tushuninglar. Mashina buzuq degani o'zi buzuq degani emas. Qasan topilangmi o'zi? Buni ustiga bosh kerak. Orqangizdan taraylikmi? Orqadan emas, oldindan tortinglar.